Ooh, I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlar. Sizlar bilan Soqqa qani kanal bo'lmoqda. Do'stlar, bugungi video roligimizda qanaqa qilib oddiy o'yin o'ynash orqali yana bir bor bunaqa video rolik chiqarishim. Oddiy o'yin o'ynash orqali deyarli o'yin o'ynamasdan ham prosta tag qo'yib qo'yasizlar, prosta o'yinga kirib qo'yasizlar. O'yinni o'zi sizlarga avtomatik tarzda 20 turga 7 mining, dollarda mining qilish orqali sizlarga pul ishlab beradi. Ko'p gapirib o'tirmayman, video rolikni boshlayman. Qani ketdik. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan o'yinim mana shu, ya'ni Farm World. Buni Play Marketdan topolmasanglar, o'zim Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman. Promo kodlari hamma nastroykalari bilan. Xo'p, bu o'yinni qanaqa qilib ishlaymiz? Buni hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Birinchi o'rinda biz igrat tugmachasini bosishimiz kerak. Va ko'ryapsizlar, tugmachani bosganimizdan keyin bizga mana shunaqa okno ochiladi. Biz o'zimizga xohlagan hayvonimizni tanlab olishimiz kerak. Masalan, men ot tanlayman. Vibrat tugmachasini bosamiz. Va shunaqa bitta reklama chiqadi. Bu yoq deb bu ishasa e'tibor bermaymiz. Shunchaki kutamiz reklama tugashini. Ko'ryapsizlar, reklama tugab chiqqandan keyin bizga mana shunaqa okno ochildi va pul ishlash boshlanib ko'rib turibsizlar. Dollarda 0.001 dollar уже pul ketishni boshladi. Qancha vaqt telefonimiz tursa, masalan, hozir men uruvinim 3 darajada ko'p ishlashni boshlaydi. Xullas, buni qanaqa qilib pul ishlaymiz? Shunchaki mana shu oknoga kirib qo'yamiz, telefonimizni qo'yib qo'yamiz. Men sizlarga boshdan aytishim kerak, o'zingizlarda ishlatiladigan telefoningizlardan foydalanmanglar. Mana hozir ishlasam, bosmayapman, o'zi qilyapti bu narsani. Avtomatik reklamani ko'radi, reklamani o'chiradi, shunday qilib pul ishlashda davom etadi. Sizlarga bitta maslahat, o'zingizlarda asosiy telefoningizlardan foydalanmanglar, bolalar. Iloji boricha ishlatmaydigan uyda turgan eski telefoninglar bo'lsa, shunchaki yoqib qo'yasizlar, как будто miningda ishlayotadi. Do'stlar, 20 turga 7 ishlaydi. Buni qachonki pulni chiqarib olish kelganda o'chirib, keyin bemalol chiqarib olsanglar bo'ladi. Xo'p, do'stlar, endi nima qilamiz? Hozir qolgan panellarni ham sizlarga tushuntirib beraman. Ikkisi chiqib ketamiz. Chiqayotganimizda bizga nagradani ol deydi. Nagradani sandiq ko'rinishida beradi. Prosta mana shu pastdagilarni bosib, zabrat olib ketamiz. Mana ko'rib turibsizlar, yana bizlar glarni oknoga kirdirdi. Birinchi tepadan boshlayman. Mana bu odamjon ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, men ishlaganim bu gidita, bu ishlagan pulim gidita bir yarim soat yo 1 soat turgandi. Prosta tag turadi. Bu mining uchun ishasa reklama inayda chiqar, shuning uchun kamroq to'laydi. Va bizsini bosamiz. Va mana ko'rib turibsizlar, pulim tepada chiqib turibdi. Buni qaranglar, hozir 10 mingta teng 0.01 ga, bu ya'ni 10 mingta o'zini qanaqadir keshi bor. Keshini yiqqandan keyin 10 mingta bo'ladi. Bu 0.01 USDT ga teng bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, foydalanuvchilar juda ham ko'p. Bugun o'ziga 4812 dollar pul chiqarib olgan shu programmadan. Xo'p, ko'rib turibsizlar, pastda mana shunaqa pul chiqarib olish sposoblari bor. Bizga eng keraklisi Binance bilan Payer hisoblanadi. Chunki ko'pchilikda Binance ham bor, Payer ham bor. Xohlaganimizni tanlaymiz. Misol uchun Payer tanlasak, mana ko'ryapsizlar, menda aytib, u nas недостаточно средства. Chunki minimumi 0.035 USDT. Bu gidita 35 yoki 40 rubllar bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana shunday qilib pul chiqarib olamiz. Keyingisi bu nastroyka, tepadan o'ng tomondagi nastroyka. Bu nima qiziq bo'lsa ko'ra olasizlar. Pastdan chap tomondagini ko'radigan bo'lsak, bu partnyorskiy programma hisoblanadi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, har bitta chaqirgan do'stinglarga 0.1 sentdan beradi, ya'ni 1 sentdan pul beradi. Do'stinglar ishlagandan 20% beradi. Ikkinchisi pul. Bu o'zimizni zarobatganimiz qilishimiz mumkin. Ya'ni tepada kirgan joyimiz bu ikkinchi shunaqa kirsa ham bo'ladi. Pastdagi o'ng tomondagi odamcha ustiga kiradigan bo'lsak, bu ham mana shu tepadagi nastroyka. Mana pastda удалить akkaunt turibdi. Qachonki уже ishlamayman deb ketayotganlaringda удалить akkaunt qilib ketasizlar. Mana bu yerda связь с нами degan bor, ya'ni Telegram, saytlar, hamma narsasi bor ko'rib turganinglardek. Xullas, shunaqa qilib pul ishlashimiz mumkin. Agar video rolik sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Qayergadir tushunmagan bo'lsanglar, pastda kommentariyaga yoki Telegram kanaliga kirsanglar, shaxsan o'zimga o'zim sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Aytgancha, bolalar, yana bir marta eslataman, bu programmani men promo kodim bitta o'sha bilan Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanaliga kirib, yuklab olasizlar. Obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar Telegram kanaliga. Sizlar bilan Soqqani kanali bo'lib, bizdan uzoqlashmang.